Egalariga puldan zarurat bo'lgani uchun 65 mingga bermagan uylarni 5900 dollarga berib yuborishyapti. Yunusobod tumani 16-kvartal Turkiston to'yxonasini qarama-qarshisida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana JK Xonsaroy tomonidan qurilgan okean loyihasiga kelganmiz. O'zini chiroyli zelyoniy zonalari bor, machitiga ega bo'ladi va mana bunday detskiy plashatkalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Atrofda parkovkadan hech qanaqa muammosi yo'q. Umumiy maydoni 66 kvadratdan iborat, ichi 56 kvadrat va 10 kvadrat balkoni bor. Remontlari 70-80% bitgan, elektrika, santexnika, to'pli pol hamma narsa bitgan, nalivnoy pollari. Bitta abo yopishtirib, mebel texnika tiqib, patologlarni qilsanglar bo'ldi. Hamma narsasi joy-joyida bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. 16 qavatli domimizni 15-qavatda joylashgan bo'ladi. Pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, videomizga like bosishingizdan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizni to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Главный подъездdan kirish eshigimizda uzungina koridorimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Tepada yuvilirni qilib elektrikalari yig'ilgan. Hop, eshikdan chap qo'limizda kattagina zalxonamiz bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek zalxonamiz ham anchagina katta. Va mana bu ko'rayotganingizdek panorama eshiklari bor. Bu yoqdan bemalol balkonga chiqsanglar bo'ladi. Mana balkonli zonamizda, balkonli zonamiz ham kattagina ko'rayotganingizdek. Hop, bu yoq tomondan yurib kelar ekanmiz. Bu yoqda spalni xonamiz bo'ladi. Mana spalni xonamiz ham anchagina katta. Boyagi balkonimizni bu yoqdan ham chiqsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana sanuzilimiz, ya'ni hammomimiz bo'ladi. Hammom to'let razdelniy bu yoqda. Kafel ishlari bitgan, bitta patologiya qolgan. Bu yoq tomonda mana ko'rayotganingizdek hojatxonamizda ham bitta patologik ishlari qolgan. Kafellari chiroyli qilib yasab qo'yilgan ekan. Hop, bu yoq tomonda mana ko'rayotganingizdek kuxonniy zonamiz. Kuxonniy zonamizga ham balkonning anchagina katta qismi qo'shib qo'yilgan ekan, akva bilan o'ralgan. Duxkonterni kotyollar qo'yilgan, hamma yoqda to'pli pol bor, yuvilirni qilib yig'ilgan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa yaxshi narsalarga qidirayotgan tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosishingizdan chiqmasin. Uy-joy sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.